aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, Agrieksport kanali obunachilari, mana gilos. Giloslar sortlari bu yerda bor. Erta pishar, o'rta pishar, kechga pishar. Mana bu bakteriya rak kasalligi. Agar daraxtlaringizda shunaqa bakteriya rak bo'lsa, chumollar, hasharotlar bo'lsa, mana barglarini o'rgimchak yeb ketgan. Mana hosil pashti yo'q. Pashti serilashib ketgan. Mana gilos bog'. Tomorqasida katta gilos bog'. Shu yerda giloslardan hammasiga kasallik tushgan. Qishda dorisiz sepilmagan namgarchilikdan bo'ladi. Yana suv nima bo'lishidan bo'ladi. Bakteriya rak daraxtni quritish holatiga olib keladi. Giloslarda ser hosil bo'lishi kerak. Gullik davrida sepilmagan, dorilari folikul sepilmagan va boshqa bir dorilar sepilmagan, vitamin dorilar sepilmagan va bunda temir modda yetishmovchiligi bor. O'sish sust, kalibri 26 va 28, 25, 30, 31 kalibrlik giloslar bu yerda. O'sha qizarib rang olib kelyapti, lekin o'zini o'zi changlatmaydigan giloslar bor bu yerda. O'zini o'zi changlatadigan giloslar bor. Asalarilar kelib changlatadigan giloslar bor. Keyin gul naychasini hasharot yeb ketish katta ehtimoli bor. Gilos hosiliga kirgan, lekin selitra berilmagan, fosfat berilmagan bu yerda. Oziqa ko'p berilgandan ham yelim chiqarib yuboriladi. Namlik ko'p sug'orishdan ham gilosda ko'p namlik kerak emas. Hosilga kirgan vaqtda selitra berish kerak. Mana hasharot shunchalik yelab bargda navbat qilgan. Sizlar bog'laringizda ham shunaqa holatlar bo'lsa, kechikkan bo'lasizlar, lekin harakat qilinglar. Bargni tagiga tuxum qo'yib ketadi. Bargni tagiga tuxum qo'yadi-da va yana qo'nishda davom etadi. Bitta bargda 1000 tadan tuxum qo'yadi. 1000 tadan tuxum qo'yadi. Shunga katta ahamiyat beringlar. Gilosi borlar, gilos nima qiladiganlar. Tuxum qo'yib ketgan. Tuxum qo'yib, bu yerda tuxumlar yana ko'paygan va yana qo'nib, u daraxtga barglarini yeb ketaveradi, teshib ketaveradi. Bundaki yeb ketgandan keyin bunda zaharli moddasi o'tiradi-da, hosilda qand moddasi pasaytiradi. Hosildorlikni pasaytiradi. Asosan barg orqali hosil yetiladi, daraxt o'sadi. Shu narsalarga ahamiyat bering. Gul qizarib qolgan, mevalar qizarib qolgan, yetilmay qolgan va bu yerda kasallik tushgani uchun shu holatga duch kelgan. Salomat bo'linglar, tashakkur. Kommentariyga yozishlaringiz mumkin. Negativ yozmanglar. Obuna bo'lganlar, hozir biz Nurel sepamiz. Nurelni bergan ekan. Keyingi potokka o'zini maxsus dorilarni sepamiz. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videoda o'sha dorilarni YouTube tarmog'imizga chiqadi. Qanaqa dori sepish kerakligi YouTube tarmog'ida chiqadi. Salomat bo'linglar, tashakkur.